9 aprel buyuk bobomiz Mohir Sarkarda markazlashgan davlat asoschisi Amir Temur tavallud topgan kun. Dasturimizning kunduzgi sonida xabar berganimizdek, O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazida Amir Temur tavalludining 690 yilligiga bag'ishlangan Amir Temur va Temuriylar tamaddunining jahon tarixi va madaniyatidagi o'rni va ahamiyati mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiya o'z ishini boshladi. Nufuzli anjuman 20 dan ortiq mamlakatning olim va ekspertlarni birlashtirib, sohibqiron merosi hamda uning jahon sivilizatsiyasidagi o'rnini muhokama qilish uchun yirik ilmiy maydonga aylandi. 14-asr Amir Temur va Temuriylar davri bu asr davlatchiligimiz tarixida ikkinchi renessansni boshlab bergan va ilm-fan va madaniyat rivojlangan davr hisoblanadi. Amir Temur nafaqat buyuk sarkarda, balki markazlashgan davlat asoschisi, ilm-fan va madaniyat homiysi sifatida jahon tarixida alohida o'rin egallagan siymodir. Uning tashabbusi bilan bunyod etilgan shaharlar, ilmiy muhit va madaniy taraqqiyot bugungi kunimiz rivojiga ham mustahkam zamin yaratdi. Konferensiyada ham aynan shu jihatlar aytib o'tildi. Sohibqiron tavalludining 690 yilligi munosabati bilan davlatimiz rahbarining tabrigi o'qib eshittirildi. Prezidentimiz Shavkat Miromonovichni tabriklarini diqqat bilan eshitib, nihoyatda to'lqinlashdim. Shunchalik Temurni ardolab, uni qilgan ishlariga katta baho berib, shunday tadbirlar o'tkazish bu nihoyatda oliy insoflik. Anjuman doirasida Temuriylar davrida shakllangan ilmiy maktablar, me'morchilik yodgorliklari va boy madaniy merosga bag'ishlangan ma'ruzalar o'tkazilyapti. Shuningdek, ishtirokchilar tomonidan yangi ilmiy tadqiqotlar natijalari taqdim etilib, tarixiy manbalarni o'rganishdagi zamonaviy yondashuvlar ham ilgari surilmoqda. Mana bugungi yoshlarimizga nima ahamiyati bor? Mana qarang, harbiy xizmatda ham, boshqa joylarda ham Temur tuzlari ming-minglab nashr etilmoqda. Sababiki, ya'ni bular o'zining tarixini yaxshi bilish kerak yoshlarimiz. Ya'niki biz faxrlanadigan shaxs bo'lgan. Endi bugungi kunda shunday katta xalqaro anjumanning o'tkazilishi, mana yevropalik olimlar turibdi, osiyolik olimlar turibdi. Ular bizga hayrat bilan qarayapti. Chunki O'zbekiston alohida taraqqiyot bosqichiga erishdi. Şimdi bakın, bir insan ömründe bir ev yapmayı bile çoğu zaman beceremez. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, inson umri davomida hatto bitta uyni qurishni ham ko'pincha uddalay olmaydi. Ammo Amir Temur bir umrga butun boshli